Hemrayınız. Açıl argan miyi çaş sopulları. Oy balam, nege vardın adamını ensirtti? Dejurni qilgandim ama. Oy, dijornilik qilgan bo'lsang deb qo'ysang mamte. Dadang senden ensirab bir kech kirpik qaqmay o'tirib chiqdi. U san telefon qilmadimi? Ha, telefonimni to'qi qolmabdi ekan, to'q teq boyatili bilgandim. Ammo men kiyimimni almashtirib chiqay, ish kechikib qolmay men bordim. Ha, yaxshimisiz direktor? Men kechiring, yarim soat kechikib qoldim. Men hozirlashib boraman. Bo'ldi. Sizmi ruxsat so'rar ekansiz, ha? Men sizni bu umringizda ruxsat so'ramasmikin deb qopti ekanman. Bo'ldi. Charchab qolgan bo'lsangiz, aram e'lon qilsatmi ber. Ishlab olsa telefon qilmaysiz. Ma'qul. Kızım qani? Kızım qani deyman. Uydudu. Xubsallik qilmang. Tunugun uyga qaytmadi. Nega yushirib qo'ydingiz? Men bilmay ekanman. Sizga uni uchirishdan to'sqiningiz oz kelib, hozir uydan chiqib ketishga majburlab etibsiz-da. Olimka, uchirishdan to'sqinim ras. Lekin uning nadaligini men rostli bilmay ekanman. Hey, u bir qiz bola tursa, uyga qaytmadi degan qanday gap deyman? Dana, nega gapadingiz? Bilmadim. Direktor qanday qilmas? Bo'ldi. Olimka, menda odam bize ko'p ish qilib deyshaydi. Odamlarni ko'rib qilishdan qo'rqqan odam nima qilib qilasiz? Oy balam, naşık verip mi? Bunda Oldirayman. kaldıraysa. Oldirayman. Dadam shirkatga berib, ish qilibdi ammo. Nima? Oy, dadam nima? neymiş çıktı? Oy, kim tavattı da bu? Tağam işleyipti. Bu tağamның xarakterga mos kelmagan ish bo'libdi qo'pa. Dadam nima bu yerga berib ish chiqirdi? Oy, ta. Kim deydigan ma balam de? Men zodi nima ish qildim? Endi uvol qilaversizmi? Nima ish qildim? Tunugun siz mening dukunimga bordingiz. Oyog'idan mening qizim yo'qolib ketdi. Aniq tumandi. Şirketga bek ko'p Olimka. Nima gap bo'lsa ishqan kirib deyishlar. Chiring. Qanday qilmas? Mana bu paqayli. Siz chiqavering. Sizlar tushib ishinglarni qilavering. Bunda direktor. Choy ichib. Dana zodi nima qilmoqchisiz? Men xislatni kuzatib uyga borganim ras. Ochiqimda sizning do'koningizga borganim ras. Qaytib kelib shirkatga qarsam, xislat yo'q. Telefonni ursam, telefonni taqoq. Men taq uyga ketgan o'xshaydi debdim. Bayam o'zi telefon qilibdi. Ben charchab qoldim, dam olsam degan deb ma'qul deb turishim bu siz kelib qoldingiz. Xislat tunugun uy qaytmadimi? Shu siz do'kondan chiqib ketdingiz, bu bolami tangli yo'qolib ketdi. U hech qachon mening gapimni jirpaqadigan bola emasdi. Qachon siz paydo bo'ldingiz, bu bola mana shunday bo'lib qoldi. Men bunda uvol qilaverman Olimka. U ya kichik bola bo'lmasa, men tur desam turdigan, mangsa mangdigan. Biroq do'stining uyiga qaytgan-da. Qayaga qaytadi, qayaga? Yolg'on gap qilmang, direktor. Sizimcha Olimka, uni to'liq uning bilan ko'rish, buning bilan ko'rishda bir kun kichkina qistabman. Demak, buning hammasi mening xatoligim ekan-da. Shunday demoqchiman.
ishlarni qilib yuradigansan. Ben neymiş çıktım ben? Uyga qaytmadınız. Sizden ensirep bugün şirketga kelsem direktor ona uçurap kaldı şu. Voy, dada. Ne vadınız? Romilani uyg'otdi. Unda oğlan diken telefonu bozuk qo'ysiz emasmi ensirepmey. Can dada telefonini to'qib qolmabdi shu. Men bayatini uqdim tehi. Qancha shunda bo'lgan taqdirdim bu degan shirkat tursa dada, bunda viranchiron qilsa qandoq bo'ldi? Men istiqbolasini damsa ya. Bo'ldi. Hech qaysi bilmaydi sizni dadangiz ekanligimni. Hech qilib karim yo'q. Yuzimni tugmatdim. Men bu shirkat qanday yuzimni ko'tarib yurayman, hamda direktor qanday qarayman dada, jab keldi. Unda bo'lgandan keyin uyga qaytmaydigan ishni qilmaysiz emasmi? Kechirgin dada. Bo'ldi. Kechdi uyda ko'rishaylik. Dadasi shu ekan, ha? Dadasi shu jaqda balki. Men dedim sizlarga dadasi shumishniki boya xislatni degandichu. Anlaganman. Shu ekan. Direktor, kechiring. Azroq ishim chiqib qolib kechikib qoldim. Akşam neye bağladınız? Ha? Tünüge ben sizden keşirek işleyen desem ya şirkette yok ya öyde yok. Neye bağladınız? Dostumni uyga borgan. Boptu. Çıkışınızı kılıyorum. Ne oldu? Bire gap ama. Yo'q. Lekin boya dadam O işlerin bir taraf kıp oldum. Siz aralashmışsınız buldu. kechiring direktor. Sizni malol qilib qo'ydim. Asli dadam undaq odam emasdi. Shu tuyuqsiz. Xislat. Bu siz kechirim so'rag'ida kishi emas. Erlar o'tirsidagi ish. Bir ayolni ishkar, yaxshi ko'rsa, buncha ixtiloflar degan bo'lib turdi. Ha? Nima? Siz chiqishingizni qilavering. Nima? Ha, o ayol dadamning mo'risini quchoqlabdi. Men ko'rib bekli o'ng'aysinib ketdim acha. Bular do'konda shunday qilishib ketibdi-ba? Bular bekatini ishib ketibdi-ku. Hammom bildimi? Hammom uyga kirib ketdi. Bildim. Undaqda kes saqlab turinglar. Endi o ayolning adini rosa berib qo'yaylik. Ha, ma'qul. Nimanda quldi deyman acha bu ayol. Quldi. Ma'qul xo'sh. Qiliqlar undan ortiq degan mo'shida. Qandoshmi? Qalğaç markalık sopun paraşütü vəti bərkin çıxırdı. Voy, nimening? Kirnan. Qalğaç markalık sopun paraşütü. Men Dilkan Xalqaro Soda Chekish şirketi tajdorligini olgan Ot Arzusi filmidagi Po'lat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? O zodi nimidi? O zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Adaş, yaş vaqtlarda pul topman deb, har joylarda yurib, bilib bilmay salomatlikni yo'qotib qo'yibdi. Amaliyotda
Әммеді мойымы саламеттікке. Doğru deysen dostum. Pul bilen doğrun sitvağını boğan bilen, lekin salametliknin sitvağını bulmaydı iken. Nayet doğru gep kıldım. Yaş vaxtında öz aldığına doktorxana kurup, nayet doğru kıptı kense. Ben soğudu kılmen dep, gaydı aç, gaydı tok. Cinimni pek kıynaptı kenme. Dostum, doktorxananın japasım köp boladı iken. Lekin hazır hükümet, bizde hususi doktorxanalarımı her tarafın yardımlarını kılıp, ağlı günümüz hal yaxşı olup kaldı yine. Kirem. Ben sizlerini tanıştırıp koyayım. Bu cesur doktor. Yaxshimi, tinchlikmi? Cesur doktor bundan keyin sening davolash ishlaringga mas'ul. Adaş, benim cinimle oynayışıp atmaydıgan sen. Dostum, cesur doktor doktorxonamizning hali qobiliyatli doktori. Undan boshqa bu mening kuyovlim bo'ldi degina. Men yana maxsus davolash gruppasini o'rinlashtirib qo'ydim. Sen xotirjam bo'lg'ina. Bo'ptamsa. Sinov deginadek bo'lsin adaş. Ben geldim. Bernacığım. Geldin mi bala? Hayır oldunuz mu? Mamdo. Sizcu, siz mi baramsınız? Ha ma'qul. Bunlar sizler. Ne vaxtlar? Ha biz sırtı çıkıp aylanıp gireylik ama. Hava yep girimiz. Ma'qul berib kelinglar. Bulun aytız. Xo'sh ama. Xo'sh ama. Xo'sh. Gel. Macilni ne bordikini? Acha, Aqcham bizni saqlatib qo'yib, o'z ideyajatini tayyorlab qilib chiqmoqchi. Menchu katiplik xizmatida qilayotgan 9 yil bo'ldi. Katip deganim degan sabr qila oladigan, saqlay oladigan degan gap. Bu yer nima ish bo'ldi? Biz nimani saqlatimiz? Ikkisi yana bilma? Shundoq. Ikkisi birga choy ichib Kechki chiqib oldi ekan bu xotin. Hey, chiqibchu, yaqindan buyon tag'amni ishlasa, gumonliq. Xuddi bolalardan munosibatini uzaytirgandeklar. Bir xil g'ayri. Sizningcha-chu? Yo'q, men hech qanday xayrlik hech qilmadim-ku. O shundoq-ku? Yo'q. Köpçülük özünlərinin fikrini qoyub tutsunlar. Cesur. Bu operasyonu qilsak bo'ladi. Lekin yallig'inish ahvoli bak ig'ir. Oshqozondan boshlagan rak hujayrasi qizlangashga berib qolmay balki jigar ham talg'ich kengaygan. Bundaq ahvolda bu operatsiyani qilishimiz bir qadar murakkab. Onun küçük kızı kelar yili kuzda to'y qilmoqchi. Ay, Berna. Qanaroq bolam? Yaxshi, o'zingizchi? Yaxshi. Nima ish qilyapsiz? Uyimiz oldida. Nima? Bizning uyning oldidami? Yo'q, Jasurning uyini oldida.
Müşküllerde kızım benden bağazı jıraqlap ketiyotudu. Asta-asta xalqning kelini bo'lib ketdi. Shuning uchun ko'nglim bak yerim. Menden zerikdingizmi? Ajab telefonni qo'shib qoldiraysiz-ku. Barna. Mushundaq qo'yibatan telefonni. Çoğlarning qiz bola boqqanning foydasi yo'q degan gap. Bekor gap emas ekanda. To'g'ri. Berib ko'rkilaychi o'chimni. Bo'lmasa, meni faqat unutib ketmisin. Bek o'xshatibsan Juma opa. Nega bakcha xirasi etibsan? Ay balam. Ajab putoq topib ekansan. Quvvat oldi, jiqroq yegina. Qizimda am. Voy. Hadi teşkma. Teşkma ondan turamsiz. Bir işlen kelmediniz? Barnaq azraq yeydigan narsa ag'ash kelgandim. Uy kirli uyga. Yo'q, o qiz telefon olmayotdi. Men narsani berib qo'yibdim, maqmoqchi edim. Shunaqdim uy kirmisiz, qanday qildi? Uy kirli. Bo'ldi, rahmat. Akram ma'li. Ay, bo'ldi, izam olay. Siz uy kirladi. Yura. Qani. Tinimsiz hayotda arzu armonlarimizni qo'g'lab, shiraqlarga ketib qoladi ekanmiz. Ammo o'tmishdagi tatli his tuyg'ularimiz